Yurganda bar, mana anaqadan kecha inyeksiya qilgandan keyin sal yengilladimi demoqchiman. Ha, sal yaxshi. Sal yaxshi. Tortmayapti. Anaqa eski emartilarini olib keldingiz-da, toza bedrinini. Bering-da, mana bitta ko'raylik. Eski disk. Hozir mana yurganingizda oqsoqlanyapsiz-ku. Nima hisobidan? Og'riq hisobidanmi? Mana shu yerdagi og'riqmi? Unda ana tutdi sirli. Bittaga og'riqlar yo'q ketdi dedingiz-a? Bitta yo'q, mana shu keyin ana ushlab qolishlar yo'q. Hip joint is okay. What do you think? Left side. I see level sides. Synovic. Yeah, synovics. Yeah. Synovic. It cannot give symptoms. Yeah, it could give you a little pain. Yeah. Does he have any fever or anything? Sorry? Fever? Fever? Yeah. He has two symptoms also. Boshingizni u yoqqa yota olasizmi? Orqa bilan yoting, bitta sustavni ko'raylik. Tepaga aylan, nabor. Can you check his hip joint, left side? This side? No, left side. Relax. Just want to see. Yeah. Og'riq yo'q, hech qanaqa. Yeah. Okay. This side? Yo'q. No pain? Yo'q. Yeah. Foraminni ochib qo'yish kerak o'shani, men aytgan. Olib chiqadigan yo'lini ochib qo'yish kerak. Yaxshi, unaqa yomon emas. Sustavingizda o'sha men aytgan narsa nerv chiqadigan yo'li bor, torayib qolgan. O'shani ochib qo'yish kerak chapni. Bitta sustavda ham ozroq bor. Uni fizlichinalar bilan unaqa qilsa bo'ladi. Unaqa nima emas. Asosiy o'sha og'riq berayotgani tepadan pazonojniki. Sizni ko'rsatdim-ku, nerv chiqadigan yo'li torayib qolgandi. Kecha inyeksiyani o'sha joyda o'zi qilganman-da. O'sha o'zini kirib endoskopda nerv uchun yetarli joy yasab ochib qo'yish kerak. Chunki operatsiya sizda L4 L5 ta qilinganda, sizni betingizni innervatsiya qilayotgan nerv operatsiya qilgan joyingizdan bitta tepa уровеньdan chiqib ketadi. O'sha uchun ham yordam bermagan hech qanaqa demoqchi. 4-belomutqa. Sizda operatsiya 4 bilan 5 ta orasida bo'lgan. Sizni besda qilayotgan nerv undan tepadan chiqyapti. O'sha uchun ham yordam bermaganda. Muammo mana bu bitta nerv chiqadigan yo'lida sizda torayib qolgan, lekin operatsiya uni pastida qilingan. Bu o'sha turibdi. O'sha uchun ham operatsiyadan keyin hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan. Bu asosiy muammo L4 L5 ta MRTda ko'rganda kanalingiz yopilib yotdi. Baribir simptomatik simptomini ham ko'rish kerak-da. Ya'ni sizni simptomingiz bilan MRT to'g'ri kelyaptimi, yo'q. O'shandagina ko'rib, masalan, bemor kelganda MRTga qarab aytish mumkin, operatsiya qilish kerak deb. Lekin bemorning holati yaxshi bo'lsa, u MRT sizga 100% показания emas operatsiya qilishga. Birinchi o'rinda bemorning holati muhim. Sizning holatingiz masalan kimdadir muammo pastki o'rinda bo'lsa-da, lekin og'riq tepadan berayotgan bo'lsa, past operatsiya qilsa tepani og'riq qolib ketmaydi-da. Muammo boshqa narsadan qidirish kerak bo'ladi.